Bir zumda judayam mazali nonushta yoki tushlik retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Birinchi kartoshkani videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz va ikkala tomonini qip-qizil qilib baland olovda qovurib olamiz. 3 dona tuxumga 3 osh qoshiq smetana solib yaxshilab aralashtiramiz. Ko'k piyoz bilan pomidorni kubik shaklida to'g'rab olamiz va tuxumli massamizga qo'shib olamiz. Sirni qirg'ichdan o'tkazdirib, sirni qo'shamiz. Ozgina tuz va qora murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Qovurilgan kartoshkamizga quyib, yaxshilab tekislab olamiz. Qopqog'ini yopib, past olovda 5-6 minut davomida tayyorlab olamiz. 5-6 minutdan so'ng ehtiyotkorlik bilan ikkinchi tomonini ag'darib, xohishga ko'ra sir sepib olamiz va yana qopqog'ini yopib, past olovda 3-4 minut sirlari ergunicha qoldiramiz. Mazali taomimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yaqiningizga yuborib qo'ying va mazali taomga obuna bo'ling. Yoqimli ishtaha.